Yo, birinchidan mana biz ham qo'shiq tanlayotganda oldin uni imkoniyatidan kelib chiqamiz. 2-3 ta qo'shiq beramiz. Qaysi birini tezroq ijro qila oladi, qaysi birini o'rganishi osonroq, qaysi birini o'rgatgan nolalaringizni tezroq ilib oladi, shunisini beramiz. Biz tanlagan 2 ta qo'shiqdan bunisi anchayin yaxshi bo'lgani uchun ham shunda qoldik biz va bu proyekt loyiha egalaridan iltimos qilardim. Qo'shiqni shu ustozlar, shogirdlar bilan birga tanlasin va shoshiltirmanglar. Ularga 3 ta 4 ta qo'shiqlarda ayttirib, keyin tanlaymiz. Endi bor yo'g'i bir haftagina imkoniyatimiz borda Shohjahon. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Bitta narsasi bor. Mana hozir bir tugaydi-ku, tugagandan keyin keyingi qo'shiqda ayt deyapti. Qanaqa qilib aytadi? Oldin biz repetitsiya qilaylik, bir kun beringlar. Mana ertaga beringlar, bizga repetitsiya qilaylik. Keyin aytamiz. Bu taklifni biz inobatga olamiz va albatta mas'ullari bilan kelishgan holda sizga javobini aytamiz. Rahmat. Kattakon rahmat takliflar uchun.